Assalomu alaykum. Hozir Mo'kadamiz. Mana bu kartani mana yerdan samushili bor. Mana Mo'kaxonani bu yerdan bekarga beradi bu kartani. Ofisi bor. Ofisi bor. Menimcha boshlanishda puli bo'ladi ichida 10 mingmi pul beradi. Boshlanishda $10 ichida puli bo'ladi. Shu bilan beradi. $10 olasiz, ishlatib olganingizdan keyin tugaydi ichida. Tugagandan keyin bu kartaga mana biz hozir 10 ming won bo'ladi. Bu dollarga qancha? $9 bo'ladi. Dollarga $9 shu pul solamiz. Bunda necha marta? 2 marta mo'ga qilsa bo'ladi. 2 marta mo'gaga yetadi. Qani ketdik bir telefonga bu kartaga pul solaylik. Xo'sh. Bu kelgandan keyin mana apparat, mana pul solsak bo'ladi. Xo'sh, Hyungim Chungjon birinchi buni qo'lamiz, bu kadrda pul bormi yo'qmi buni ko'ramiz. Mana qo'ysak mana. Xo'sh. Nol ekan. Puli yo'q ekan. Pul yo'q ekan. Demak, pul yo'q. Buni mo'ka qilib olamiz, bunga pul solamiz. Buni mana qo'yib turib, birinchi Chungjonni mana Chungjonga Hyungim pul Chungjonga pul solish. Okey. Pulni solamiz a. Xo'sh. $10. Xo'sh. Kadrni mana qo'yib tursak. Menimcha bo'ldi, tushdi. Mana ko'magi Manon 10 ming won bo'ldi. Mana qo'ysak, hozir. Okey. Mana qo'ysak, qani chiqaramiz. 멤버십 카드를 카드 충전 위치에 10 ming tushdi. 10 ming tushdi bu. 10 ming soldik. Endi mashinaga o'tirib, sekin hozircha mashina yo'q, kechasida xohlaganimizga borib, xohlagan joyimizga borib hozir mashinani qo'yib, oyga qilishni boshlaymiz. Sekin olib boraveramiz.